Jaguar 850 O'zbekistonda bunaqa narxga bunaqa Jaguar topa olmaysizlar. Podeshka uchun videoga like bosib turasizlar. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga soz holatda shu Jaguarimizni sizlar uchun ko'rsatib chiqarib boramiz. Buni yilga keladigan bo'lsak, 2005-yilda ishlab chiqarilgan, ishlagan soati 6300 soat ishlagandan bo'ladi. Texnikamiz siraz nomlarini ko'taradi, dokumentdan ham muammosi yo'q. Texnikamiz yiliga narxiga keladigan bo'lsak, $100,000 kam bor deb aytishyapti. Albatta kam bor. Akamiz nomerlari yozilgan, aloqaga chiqaverasizlar. Shunda Jaguar qidirgan akalarimizga jo'natib qo'ysalaring manfaatli, foydali video chiqadi. Ko'rib turibsizlar, sariq nomerda turibdi. Mana dokumentlarda muammosi yo'q. Texnikamiz ishchi holatda, mayib nuqsonlar yo'qdan bo'ladi. Texnikamiz salon holatlarini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Salon holatlari ham juda ham shikarniy holatida. Ishchi holatda turibdi mana texnikamiz. Eshigi shunday yopilar ekan, traktorga o'rganib qo'yganman endi men. Hop, texnikamiz sizlar bilan bir qo'l yangi texnikalarimizni bolalar yaxshi ekan. Shunda Jaguar qidirib yurgan akalarimizga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga shunday arzon texnikalardan birinchi o'rinda shu kanalimizga qo'yib chiqarib boramiz.